5. bab Didar istakleri 1. bölüm Uyku meni qutquzdi. Uyku bilan bedenimdeki barliq charchash, jiddilik, vahimeler biraqla tugapti. Uy egisining deyishicha, yuzimni penjaraga qilib, 4 qatlangan tekmat ustida sensin juvuga o'rnib, midir-sidir qilmay bir sotka uxlabdiman. O'zimgimi ayan, men qattiq uxladim. Daim tush ko'radigan odam, bu qitim tushmi ko'rmabdiman. Bu yerga kelganimga bir necha oy bo'lib qoldi. Men hozir dunyoga yangidan ko'z ochgandek g'amsiz, dunyo bilan xo'shlashib bo'lgandek parvosizman. Urumchidan tog' arlab bu yerga piyoda kelguncha hammani o'ylab xiyol qilib bo'lgan o'xshayman. Lekin kelguncha qochqin askardek mo'kinib yurganim, kishilardan panoh tilaganligim uchun vijdon oldida azoblandim. Türmege kirgan bo'lsam nima bo'ladi? Türmimi panoh joygu? U yerda so'zligili, o'yligili, ipini topsa, yozg'ilimi bo'ladi. Men yo'lda kelguncha mushkulotlar bilan elishgan adiblar, olimlar, harbiylar, puhrolardan o'zim bildiganlarning hammasini degidek eslab chiqdim. Ularning to'lisi vahimadan qochmagan. Chernoviskiy, Suruminning zamondosh jurnalida ishlab etib qo'lga ilingan. 21 yil turma, sürgün hayatını beshidan kechirgan, turmada yetib 1862 yili 12 ayning 14 kunidan 1863 yili 4 ayning 4-gacha bo'lgan 110 kun ichida nima qilish kerak nomli dangliq romanni yozib chiqqan. 21 yil turmada yetib, o'z hayotida zo'r ishlarni qilib tugatgan. Bu azmat o'z yurti Sartovga qaytib kelib, 1 yildan keyin dunyo bilan xo'shlashgan. Manga o'xshash jon saqlash uchun boshqalarga yilingan bo'lsa, Gretsiyadek, Sendaldek chet ellarga qochib ketib omon qolgan bo'lmasmidi? Bu ulug' inqilobchining inson bir umr bo'shikida uxlamaydi degan mashhur so'zi ana shuning uchun o'lmasdir. Men yo'lda kelguncha yana chet elga asar tushib tutqunlikda turib o'lmas asar yaratgan Cervantesni, nada adolatsizlikka qarshi kurash bo'lsa, davlat, millat o'rin tanlamay xiyim xatarga o'zini atagan atalmış shayton shoirlardan Bayron, Schiller, Pitofi, Miskovich, Lermontovlarni o'z qini bilan avlodlarga intiqom urug'ini qoldirgan. Rus xalqining g'ururi bo'lgan Radishevni bir esladim. Şükür, hilimi yaxshi. Esim joyida ekan. Buningdan burun yodlagan suyimlik odamlarning tarjima hollari, asarlari, vaqt o'rinlari bilan yodimda turibdi. Asli ismi Henry Bailey bo'lgan Ken Frusiyning bir kentning Stendhal degan ismini taxallus qilib olgan atoqli fransuz yozuvchisining 1783 yili tug'ilganligi, 16 yoshida Napoleonga askar bo'lib kapitan bo'lganligi, u 1812 yili Moskvaga hujum qilgan kuni bu shaharda Gertsendek bir ulug' yozuvchining dunyoga ko'z ochganligi, Pushkin bilan Balzacning bir yilda tug'ilganligi, Chernoviskiy bilan Lev Tolstoyning o'xshashla 1828 yili tug'ilganligi, Gorkiy bilan Lushinning naq 1936 yili vafot bo'lganligi qatorli xilma-xil qiziqarli xotiralarmi aniq yodimga keldi. So'ygan ishim, hayotimning ma'nosi bo'lgan jon kasbim. Men seni asrayman deb qochdimu yoki seni allaqayerlarda tinitib yo'q qilish uchun sargardon bo'ldimmi? Sizlar nada? Kitoblarim bilan qo'l yozmalarimchi? Bu yil kashkuz men naq 34 yoshga kirdim. Men buningdan 20 yil burun ulug' olim Lomonosovning tarjimahanini o'qigan. Lomonosov dal 34 yoshida, ya'ni 1745 yili Petrograd Fanlar akademiyasining ximiya professori, akademiya akademiki bo'lgan. Uning til adabiyot, tarix, fizika, matematika, mexanika, ximiya, astronomiya ilmlari bo'yicha bu yoshida nurg'un asarlari e'lon qilingan. Men qandaqmi o'zimni bu olim bilan selishtiray? Buningdan 20 yil burungi selishtirishlarim uchun mana endi nomus qilmoqdaman. Men mushu yeshimgacha nimalarni qila oldim? Sharoitim Cervantes bilan Chernoviskiyninkini nacharmi?
Mən qabiliyyətsiz, iradəsiz ikənmən. Şən Şenxey toğru eydidim. Qiyinchilik hammala odamda bo'ladi. Birlari o'zini foyda ziyonni o'ylaydi. Undaqlar qiyinchilik oldida umidsiz, tushkun, bechora bo'ldi. Birlari bo'lsa ajdodlarni, vatanini, xalqini o'ylaydi. Undaqlar umidvor, jasur, qaysar va shod-xuram bo'ladi. Men oldinqilarga yotadigan o'xshayman. 34 yoshgacha hech ish qila olmadim. Sharmandalaricha qechish bilan vaqt isrof qilish bir ilm egisining ishimi? 7-8 yillik olma ko'chatining lazzatlik meva beradigan bu chog'larimni cho'lma-cho'l qechish bilan zoyi qilib etganim uchun pushaymondan boshqa yana nimami qila olayman? To'kba, shon-sharaf, emgakchan qo'lning mahsuli. U hargizmi tavakkulchilikning mahsuli emas. Men xuddi Balzak aytgandek shodlikdan xoli, xiyol va hasratga muhtoj tinish hayotni to'liq xohlaydim. Chunki mush hayot mening oxirgi umrimda bo'lgan pushaymonlarimni azaytgan bo'ladi. Men hammani unutib, ahli emgakka, ilmiy ishlarga qaytishni to'liq orzu qilaman. Menga Balzakning yolg'iz hujrasi, Lev Tolstoyning Wang Chungdan xoli jimjit Yasnaya Polninasi, Shao Shuichining Kona butxonasi to'liq zarur edi. Men ulug' emasman, lekin ulug'larning hayotiga hammala nimani taqdid qilishni xohlamayman. Balki men bir tal meva bermay, bir necha 100 yil yashab, ko'klab, hurmat topgan qeri qaryog'ashdek bir kuni yiqilarman. Bu yiqilish bilan boshqalarning olim talant egisi degandek so'zlarini yolg'onga chiqarib, o'zimning mevasiz daraxt, yaltiroq hal berilgan zinnat buyumi ekanligimni isbotlab berarman. Lekin nimali bo'lsin, men ulug'larning muridi, nacharlardan, yormaslardan qochqan. Yoshligimda nimaga cho'qingan bo'lsam, oxirgacha shuningga cho'qinaman. Hammala odam bir aqidaning muridi. Menmi shundoq, hoshirga qoyilman. Chunki u o'z aqidasiga sodiq. Turma, o'lim uning qalbidagi kommunizm aqidasi o'rniga nafrat paydo qilolmadi. U nohaq o'lim oldidimi, partiyadan, tuzumimizdan qilchi gumonlanmadi. U albatta siyosiy aqida, u marksizm-leninizmning muridi. Siyosiy aqida, ilm-fan aqidasi, axloq va e'tiqod aqidasi bir-biriga dushman narsalar emas-ku. Men bildigan ulug'larning badanida bu narsalar bir-biri bilan chiqish olgan, bir narsaga aylangan. Aflatun, Rutubion, Fransuz, Kilimatin, Marut, Danti, Lomonosov qatorliq yevropaliklar bo'lsin yoki Ibn Sina, Farabi, Mahmud Qashqari, Yusuf Xasajib, Ahmad Yasnavi, Shirazi, Dihlavi, Rabg'osi, Jami, Biruni, Navoiy qatorliq sharqliklar bo'lsin, umuman o'z davrining siyosiy arboblari, faylasuflari, mutafakkurlari bo'lish bilan billa har xil fanlarning peshvolari edi-ku. Ularning ilmiy asarlari bilan she'rlari, falsafasi bilan musiqalari o'xshashla insoniyatning qimmatlik mulki bo'ladi-ku. Shundoq, inson aqidasi o'ziga xos bo'lishi kerak. Bu xil xoslikning o'z navbatida umumliqim bo'ladi. May tamchilari bilan suv tamchilari bir qochaga quyilsa, har qaysi o'z xili bilan birlashadi. Odamlarmi xuddi shundoq, aqida, orzu, istak ularni birlashtiradi. Ularni o'zaro so'zlashalaydigan, bir-birini tushunalaydigan, hissdoshlik qilishadigan qilalaydi. Mening Savutovni seg'inishim u yodimga yetganda yurak tomirlarimning qisilishi, uning yo'g'on ko'zlariga donoliq. Carlo Dolce'ning Italiya rassomi 1616-yildan 1686-yilgacha yashagan. O'lmas rasmlaridek xiyol ekranimda jonlanganda ko'zlarimdan bo'ysunmas unchalarning to'kilishi uning menga qoldirgan har xil tillarga hech nada tepilmas kitoblarni varaqlaganimda vujudimning xuddi kuchlik iqiniga tegib turgan majnuntal shexidek silkinishi, kitob betlaridagi uning aniq chiroyli imlosini olqonlarim bilan silganda vujudimda jangga otlangan yigitdek hayajon to'lqinlarining jo'sh urishi. Aqida hissiyot birligining mahsuli emasmi? Nadisiz, suyimli ustoz, jismingiz seriq to'p ichida, ruhingiz qalbimda, qinimda. Men amdi til, adabiyot, tarix, falsafada yetilgan sizdek odamni yana uchratarmanmi? Siz men uchun tirik qomus, aql buluqi, jasorat ulgisi edingiz. Men amdi kimdan yordam kutaman,
kim bilan sirlashaman? Meni chunqur tushunadigan sizdan boshqa yana kimmi bor? Men hayot qolgan do'stlarimni birma-bir esladim. Hoshir Urumchidagi birinchi turmida, Toshpo'lat o'z maktabida. Anglasam usta yog'ochchi bo'lyapti-dek. Osmon Zulxumarlardan bexabarman. Alanur bilan Roziyadan xabarim yo'q. Qo'rmash bechara turmadan uyga chiqarilgan. U hozir hech kimga hech qanday gap qilmoqdak. Meni chaqirtib Noyidan 2 qitim uqtirish chiqarilibdi-dek. Ular meni maktabga chaqirgudek. Bilaman, ular meni aldab tutmoqchi. Men endi hech nega bormayman. Ular mening bu g'o'l ichida uylari 2 qaptalga joylashgan. O'tirsida tog' suvi eqib turadigan, odamlari yuvosh, o'rin, ammo oq ko'ngil, mehmondo'st, hech qanday vahima buri yo'q. Xilvat yezda diqqat bo'lib o'rilishib qolganimni bilmaydim. Men bu yerda nopusliq 150 so'mga setib olgan kichkina qo'ru joyim, 3000 keldigan beg'im, bir kala 3 qo'yim bor. Dadu iskilatidan har oyda 30 jing buğday, 20 jing qo'naq, 2 kilo sig'ir yig'i elib turman. Mening bu yerdagi beynam bilan chorvaga tayinib kun ko'radigan tog'liqlarga o'xshamaydigan birli joyim. Men kecha kunduz kitob o'qiyman. Tekimat ustida yonpashlab o'ltirib olib, pakar ustalga mukchib xat yozaman. Bu yerda mendan boshqa mundaq o'qish, yezish bilan vaqt o'tkazadigan, mening nimani o'qib, nimani yozayotganimni biladigan bir odam yo'q. Arlab qasqir ovozining yo'g'on gapsi uyimda paydo bo'lib qoladi. U ustaldagi xanzucha, inglizcha yoki arabcha, farscha kitoblarga sinchilab qaraydi-da, beshini irg'itib kuladi. Sanoqlarni taniydi ekanman. Ana 6, avsi 23, qolgan birini tanısam, azbiroyi, ha, a'la so'pi ichimizmi? deb so'raydi. Yo'q. Taqqa chiqimizmi? Keyincha. Rosa bir juvon bor, o'ylab qo'ymaymi? Sang rahmat. Ha, deganingmi bu? Yo'q. Uyingga kirmaymi, amisa? Ha. To'li jinimga tegma. Nopusdan o'chirgizdiman. Qo'g'lib etaman. Mahalla yoshlarga duttar chelib bergin. Tamlarga shuar yoz, qizil taxtaga uzun yoz. Yo'q, vaqtim yo'q. Qo'naq so'qishqichu. Hovla bermagina. Men uningga qaramayla to'ngli qilaman. O yo'g'on yerik olqanlari bilan beshimdan besib peshonamni 3-4 qitim ustalga ustiradi da og'zini buzib tillaydi va eshiklarni jaloqshitib chiqib ketadi. Lekin men uning shu hamonla qo'pol, ritmsiz naqsini anglayman. U mening eng kuchli himoyachim. U o'zining qo'polligi, ichiga yoshiringan mehribonligi, haqqoniy soddaligi bilan bu yezida shunchalik yuz obro'y topgan. Bu yerga 3 ishlab chiqarish tuyidan tashkillangan 110 tutunlik bir dodiy xalqi hech qachon hech kimni bunchalik hurmatlamagan deyishga bo'ladi. Uning ikki quloqiga to'lim yaqin javg'aylari, yo'g'on eg'iz, qush burun, qiyg'ash ko'z, uzun burut bilan zinnatlangan yopiq yuzi bu yerdagilarga har qanday odamdimi yaqinlik, go'zal tuyuladi. Uning qo'pol, hatto til ahonat bilan to'lgan qisqa nutqlari bu yerdagilar uchun radiolardan anglanadigan har qanday tantanalik so'zlardan kuchlik. Uning buyrug'i bilan butun xalq benamga chiqib, gami qo'lab teriqchilik qiladi. Uning buyrug'ini anglagan har qanday dehqon o'z uyidagi yaxshi etini baho talashmayla uyga setib beradi. U bu yerdagilarning xo'jayini ham chakiri. U tinmay ishlaydi, haftalab uyga kirmaydi. G'olg'i kelkun suyi kelganda ikki qasnoqdagi odamlarning aloqa qilish uchun selingan yog'och ko'riklarni mudofaa qilish uchun yalang'ochlanib eng burun suvga tushib tosh ko'taradiganmi? Qorning nemiga bug'day cho'kirib olish uchun kecha kunduz traktordan tushmay yer haydiganmi? Bo'ri etishda boshqalar bo'ri olsa bir qo'y mukofot olgan chog'larda 10 bo'ri olsa-mu bir qo'y olmaydigan sexiy odammi ana shu. Qasqir ovoz u tinimsiz ishlaydi, lekin odamlarni tinimsiz tillaydi. Uning og'zidan itning bolasi degan so'z bismillah o'rnida chiqib turg'ashqa bu yerning xalqlarida itning bolasi degan so'z umumlashgan. Lushin apandi onangni to'g'risida degan maqolasida Junguluqlarning davlat guli modern davlat tili onangni deb ta'ni qilganidek bu tog'liqlarga itning bolasi degan so'zni
ana tili deb ta'na qilishga bo'ladi. Bu tilni yoshlarga mardlik, qaysarlik, qaramliq, yurt g'ururi bilan billa ota miros qilib qoldirmoqchi bo'lganlarning biri naq ashu Daduy partiya yacheyka shujisi Qasqir Avuz. Qasqir Avuz to'g'risida nahiyada, rayonda boshqa daduylardami qiziq hikoya rivoyatlar tarqalganmish. Bir kuni butun Daduy yacheyka shujilari bilan daduyjanlar go'ngshiga yig'ilib traktor bilan nahiyaga yig'inga minibdi. Ular bir yerda bo'lsalar qo'y yeydi, ichidi. Bu bir umumlashgan yeza dedi. Qo'yni biri, haraqni yana biri ko'tarib oldi-da, ular mast bo'lishib bir-biri bilan qong'icha chaqchaqlashidi, kulishidi. U kunimi ular shundoq mast bo'lishib traktor bilan nahiyaga minibdi. Traktor g'o'l eriqi yetib petib qapti. Ular ikki qirg'oqni buzib traktorni chiqaribdi. Lekin bir daduyning o'lchamlik suyi yo'llardan tashqinlab atrofga yiqibdi. Traktordagilar kari bo'lmay minibdi. Qasqir Avuz o'ri turib, itning bolalari qashani suv qo'lab ketdi. To'xtat, etimiz deb vaqirabdi. Boshqalar uni tortib o'ltirg'izib, hayda deyishibdi. Qasqir Avuz aplab turib, beshni yo'shirgan ikki paynak boshning malxini yerga etibdikan, nomuscha pingzivashlar o'lar tirilishiga qaramay traktordan malxay bilan tang yerga sakrashibdi. Qasqir Avuz ularning keynidan sakrab tushib, ular bilan birga kashkirgacha yo'l yasab, suv etib qir so'qibdi. Shuning bilan go'ngshi shujisi odamlarni to'liq yig'almaganligidan tanqih yetdi. Lekin yomon ishning foydasi bo'pti. Nayining shujisi Qasqir Avuzning bu ishini anglab hayajonlanibdi. Mana shuningdan boshlab Qasqir Avuz nahiya bo'yicha jalliq o'rganib, jalliq ishlatish aktivi bo'lib saylanib, go'ngshi yurib o'zining yaxshi ishlarini so'zlabdi. Men Qasqir Avuz to'g'risida ko'p gaplarni angladim. U nahiya bo'yicha ilg'or bo'lib baholangan bo'lsa-mu, lekin boshqalardek mashrang rangshim tujurga, shapka kiyib maydisiga yo'g'on mavjushi surati tushirilgan iznaklarni taqab, mashrang sumkasiga qizil kitoblarni selib, uni mursiga esib yurmaydi. U qishda tulki quloqcha, yozda malxay kiyib, ichidagi qizil duxovi bo'kini keyniga chiqarib qo'ydi. Qishmi yoz qora chibarqutdan qisqa juva, shim tujurga kiyib, belini qora poti bilan bog'lab, kalash o'tik bilan yuriydi. Uning ko'ngligimi qing'ir yaqa. U hech qachon maydisini ochmay, tugmalarni hem etadi. Uning seriq burdi doim maylashib paqirab turadi. O'tikimi o'tik meyda emas, mol meyda maylanganlik uchun xira gunga ko'rinadi. U o'zini yasashga xili ahamiyat berdi. Burdi doim chekaklik, kiyimlari ratlik turadi. Men uning uyiga to'g'ri kiraman. Uning 8 o'g'lidan boshqa hech qanday boyligi yo'q. Qanda o'ltirib doimla yamaq yamaydigan, har yili bir o'g'il tuqqashqa chiroyi qonsiz ko'rinadigan xushxuy ayoli uning qo'liga qo'l, putiga put bo'lib, 4 parcha tekimat bilan patnis qiqilmagan, sirlanmagan, ikki yog'och sandiq ustiga chiroyli tizilgan, har xil bosma chitlardan tikilgan yotgan ko'rpalarni cho'ng boyliq bildigan bu sodda ayol bu ikki ig'iz uyda har kuni, har vaqt tamoqida xush chiroy, qizg'inlik bilan mehmon kutadi. Mening yolg'iz uyimga ashu Qasqir Avuzning buyruq va tahdid bilan to'lgan qo'pol ovozi pat-pat parakandichilik selib turmag'inida men Mifsta filning Germaniya shoiri Goethening Faust nomli asariga alvasti. Ezit quluqidan qutulgan Faustdek xotirjam jimjit xonada Rafael Balzacning Sagra tera romanining qahramoni. Xiyol va ilmiy izdenish bilan kun o'tkazgan bo'lmasmidim? Menda xiyolga yetarli ishlar bor, lekin o'tmish haqidagi xiyol ko'ngilni g'ash qiladi. Menda visol orzusi to'limi kuchli, lekin o'z-o'zimga va'da berganman. Xususiy hayotga tegil ishlarni unutish kerak. Shundoq bo'lmaganda ko'nglimga pukkan ishlarimning hammasi natijasiz bo'lib qoladi. Bu qitim mag'lub bo'lsam, menda pushaymon o'rniga umidsizlik, azoblanish o'rniga o'lib olish hissi paydo bo'lishi mumkin. Men genja vayliqida hayotdan lazzat ola olgan, hangdan ko'mir to'shigan, kunlarimdami menga xo'shallik, naqsha hamroh bo'la olgan. Buning sababi oddiy, hayot cheksiz go'zal. Bu go'zallik barliq baxtlik va baxtsizliklarning bahramon bo'lishiga yetib oshadi.
Chernovskiy güzellik hayat degan formulani yaratgan. Hayatlık güzellikning anısı, böşki, kamalat ve halaket tupraqi. Barlıq güzel narsalar biz yaşayotgan yer üstüde tug'iladi. O'sib kamal topadi va yo'qoladi, yana yorildi. To'xtamas ulug' iqindek ketayotgan bu hayotdan lazzat elishni, güzellik tepishni bildiganlarmi, bilmaydiganlarmi o'xshashla hayotni so'yidi. Atdiganligi ketminini murisiga selib, shamasini lazzatlanib chaynab, g'o'rliq bilan etizga ketayotgan dehqon. Yeni tug'ilgan umoq mo'zayning qiyg'is tishlari bilan ayolning atdiganlik chaqchiqi bilan bugungi yo'riq kunni tangdoshsiz go'zal deb toniydi. U balki mening derizamda yerim kechidimi pildirlab turgan lampani ko'rib, esit, bo'ytaqliq, umri zoyi ketyotidi deb menga ichinishi mumkin. U mening Urumchidan ko'chirib kelgan qo'lyozmalarimdan xalqimga zarur bo'layotgan bir kitob bitirayotganimni, mening mushu ish bilan muni jimjit kechidan cheksiz lazzat olayotganimni nadim bilsin? Qonuniyat shu. Sen hayotdan nimani orzu qilib, shunga erishalsang, hayot sana go'zal. Hayotni sen ko'nglingga pukkan ma'nida o'zgartirsan, u sana go'zal. Yoki o'zgargan hayot sana yoqsila, u sana go'zal. Güzellik obyektiv reallik. Faqat güzellik hissila subyektiv dunyoga tegil. Biri sirtda, biri qalb vujudingda. Mana bular Chernovskiy estetika ilmining meg'zi. Chernovskiyni hayotda ulgu qilgan odamman. Shuning uchun qiyin sharoitimi ma'naviy halovat tepishga, hayotlik mavjudlik bo'lgan o'rinda güzellik tepishga mahir bo'lishim kerak. Hayotni mushu ma'noda kuzatmoqchi bo'lib, Сәһәрлеки бейгім кәйнедегі әдиязлығы юмран шывақ, қамқақ, сейрік чечеклер ечілдіған тәкші, мұнбәт тұпырақлық едірлік чықымен. Шималға қарсам үсті қар, қапталдыры бүк қарғайлық, мың марал чоққылар білін хейвет көріндіған тәңірі тағының шималы тізмелері, жәніпқы қарсам күміш лентедек ақырып көрінген Ili дәриясының жәнібі қырғақыдың көтіріліп күн нұрыда ялтырап тұрудыған oppoq boshliq cho'qqilari bilan kishida g'urur va muhabbat uyg'otadigan dilmuk tizimlari ko'rinadi. Ili vodisi mushu ikki tizma o'rtasida azim Ili daryosini bag'riga besib, sharqdan g'arbga put sunib, yeshil, seriq, oq, ko'k ranglar bilan bezalgan poyansiz yumshoq tushak ustida sunayinlib yotadi. Uning ovu tinish xotirjam badani hayot, go'zallik, mamot Payca bilan to'lgan. Men u yerda yaralgan, o'sgan, cheksiz lazzat topgan. Yana men shu yerga patmagan, xo'rlangan, haydalgan. Bugun men hamma nimani utirib o'tgan qimorvozga o'xshayman. Yerim savdoyi bo'ldim. Yana qaytadan g'oyibdan paydo bo'lgan 4 tanga pul bilan hayot tavqisiga qaytib keldim. Qani, men yana o'tirmanmi yoki mening xo'shalligim uzoqqa davomlashamdi? Buni endi ko'ramiz. 1971 yılının bahar fasli bana bugünkü günni hediye qildi. Sharqdan bir-biriga mingashgan cho'qqillar orasidan qaramtul qaptallarni nomuschan qizlardek asta-asta chiroy ochirib quyosh ko'tarilmoqda. Qo'sh emchak tog' cho'qqisi tarafdan so'zilib chiqib kelayotgan burkut tivilg'iliqqa shung'idi. Yap-yeşil töpliklərdə şəbnəm yaltırıb idi, ətrafqa kümüş marcan çeçilğandək болып qaldı. Yumşaq yumran şıvaqlar üstüdə bir cüp toşqan qoğlaşmaq oynamaqda. Erkekçisinin o'ng biqiniga oldi oyoqlari bilan noqib, uni onaliqqa yaqinda 8 balning onasi bo'lishga da'vat qilmoqda. Bir langman taqtaq uvusidan chiqib, manga shing teyib qarmoqda. Yiroqlardan otchining qiruv deb itini chaqirg'ini anglanmoqda. Jahon ajab tinish, ajab illiq, ajab go'zal. Edirlarning nerisidagi tog' qaptalida qatorlashib o'sgan qarg'aylar uxlab qolgandek jim. Qarg'aylarning yuqorisidagi cho'qqilari ko'zni chaqirgan qor ostida 1000 yillik mugdak bilan qetib qolgandek. Qarg'aylarning berisidagi qizg'ish qo'ram toshlar mangulikka esilgan. Go'yo ular esilib sangilishib turishmasa tog'larning tangpongligi buzilgandek. Bu yerda meni bezar qilib etgan shuar, doqqa dumboq, g'alba tantanalarmi yo'q. Vahima va
gumon bilan odamga xanjardek qadalgan ko'zlarmi, seni tinish hayotdan voz kechishga, go'zallikdan yerganishga majburlaydigan chigit savollarmi, boshqalardan untinsiz shafqat tilash bilan qassobning ittik pichiqi ostidagi tushaklik qo'ydek ko'zlarni mo'ldirib tirkishib o'tkazilgan surli kechalarmi va meni do'stlarimni insoniy burishdan mahrum qilgan qabohatlik narsalarmi bu yerda yo'q. Bu yerning odamlari o'z yo'tqalarida uxlamoqda. Bu yerning mazini kundan burun turib azan aytmaydi. İşlerimi ensiz havuşmaydı. Toğulurmu qundaqlardan aldirab düşmeydi. Bu yerde her günü bir xil iş tekrarlandı. Adamlarımı bir xil işni bir neçə qitimlab tekrar sözleşidu. Bu yerge baharımı keçikip gelidu. Bu yerge sırtdan bir adam kelse mahalning cho'ng kichik hammasi uni ko'rgili keldi. Ondan keyin kim bo'lsangiz mayli sizni uy besib choyga chaqirdi va sizga iltifot, yaxshilik qilishda bir-biri bilan beslashidim. Men mana shu iltifot va yaxshilikdan xuddi munu sahar quyoshidek bahramand bo'ldim. Bugun hayot menga to'limi yiqimliq tuyulmoqda. Vujudimda bir xil kuch, yigitlarga xos hissiyat, hayotga bo'lgan kuchli qiziqish urg'moqda. Menga hamma narsa burkut, to'shqin, langman taqtaq, otchi, baxtli ko'rinmoqda. Nemishqa ular hayotdan o'z havasini izlagani, topqani uchunmi yoki mendagi hayajon, visol orzusimi? Boshlang'ich maktabdagi ancha chiroyli emas muallima lingishib turgan apkashda saydan suv ochqib etib, mening udulimga kelganda yer ostidan qarab qo'yib, miqida kulib qo'yib edi. Vujudimda birdila chaqmoq yondi. Bu shahvat kuchimi yoki hissiy uyg'onishmi? Apandi nerqi o'zidan biri vaqirdi. U qasqir ovoz. Men uni qisqartibla bo'ra deyman. U buningga ko'ndi. Men uningga qaradim. U kunga qarab ko'zni ulab kerildi. Ha bo'ra, sahar turibsan-ku. Texi bilmamsina, mazin oxunni kunda men uyg'otman-ku. Xotiningni uyg'otqina sen bo'ra. Ha, xotin deb qapsan-ku, oshni tutib oldingmi nima? Menga hech kimning xotini qolmabdi. Hamma xotinlarning oshnisi bor ekan emasmi? İtning balasi, qo'shning Tunganning kampiri san qoldi. Ha, biz kulishdik. Apandi, biznikiga atganlik choyga kela. Rahmat. Rahmatingni qo'y, sana bekor choy nada? Itning balasi, sana ish chiqdi. Bekor yetib buqidak diqsirab ketding. Assalomu alaykum. Men atgandla surgush qaynatayotgan uyga kirdim. Mazlik sho'rpa purqi 10 necha jonning tar purqi bilan orlashib ketgan edi. Chunki uning bolalardan boshqa mehmonlarimi bor ekan. Ikki eg'iz uy liqmiliq odam edi. Men yezi odati bo'yicha rezinka oyog'imni tapsig'i selib qo'yib, kigiz ustida yalon oyoq mengib, mehmonlar bilan birma-bir ko'rishib bo'lib, pagada qo'l qovushtirib o'ri turdim. Hammaylan Allohu akbar deb yuz siypashgandan keyin men yaktir bo'lib o'ltirdim. Bu apandini tonimsizlar, dedi bo'ra muramga qo'lni qo'yib. İsmi Ala, qarnopus, bo'ytaq, hem chalı deqan, hem chalı ziyali. Tonimamdigan, dedi oq yuz, qora qosh, egiz bo'yliq qalam qosh biri kulib qo'yib. Bizlar emas, butun xalq tonuydi. Nima? Dedi bo'ra yolg'ondan hayron qolgan bo'lib olib. Shuning qaraganda bu bir bo'lsa dangliq o'g'ri, bir bo'lsa qechib yurgan buzuq katavash. Aytqina apandi, sen zodi qaysi? Har ishkilisi emas, dedi boyqa odam. Bo'raning gapini bo'lib, bu kishi cho'ng olim, bizning Hoshir Shujining do'sti. Anglagansiz, Hoshir Shujini qo'yib degan bo'pti. Nima deydigansiz? Men vaqirib atkili tasliq qoldim. Bu qanday gap zodi? Men yaqinda noyida ichilgan bir jiddiy yig'inga qatnashdim. Yuqorida birga zarba berish, uchga qarshi turish harakatida kengaytirish xatoligi o'tkazganligi muqimlashtirilib, yolg'on delillarni jiddiy tekshirishni qaror qildim. Ko'zlarimdan ixtiyorsiz yosh quyildi. Birla esimga Savuti bilan Nodirov keldida o'pkam o'rilib yig'lab etishga tasliq qoldim. Paxmul uchun piyolaga quyilgan aroqni titrab turgan qo'llarim bilan oldimda untinsiz ichib etdim. Mana qara deb qaqaqlab kuldi bo'ra. Bu rostla qechib yurgan katvash o'xshaydi.
Onunğa ergişip hech kim kulmadi. Heli kishi piyoliga yana aroq qo'ydi. Men gapni qilmay piyolani qo'limga yana oldimda manga tikilgan 5-6 jup ko'zga qarab qo'ymasdan nadindir anglab olgan she'r misralarimni o'qidim. İçey saqi xoşallıqdan yaqamni çak etey saqi Vapa əkliga baş qoydum yeşil sel nitey saqi Visal səhrasida tənha oduqqan can kabi kəzdim Bugün murad ada boldi pığın dərdisiz ketey saqi Haraq bilan ko'z yoshlarımni qo'shib ichdim. Bu kimning she'ri? Navoiyninmi, Ömer Hayyamninmi, Mashrabninmi? O'zining hozirla to'qidi, shundaqmi? Ular har nima deyishdi. Savollari javobsiz qilishdi. Men heliqi menga xush xabar yetkazguchiga qaradim. Siz kim? Nima ish qilasiz? Ismim Davud, Gongshi Inqilobiy komitetining muavin mudiriman. Burun nima ish qilardingiz? O'qituvchi edim. Madaniyat inqilobidan burun Gongshi partkomining tashviqot hay'ati bo'lib Gongshiga o'tkalgan. Siz Hoshirni biladingizmi? Men u odamga e'tiqod qilguvchilardan, bizning noyidan chiqqan o'qimishliq, yaramliq yigitlarning hammasini bilaman. Sizni 1956-yildan tortib bilaman. Siz Ahmadjon Qosimi nomidagi Darul Muallimaning Yoshlar ittifoq komiteti shujasi bo'lib ishlayotganingizda bir qitim boshlang'ich o'rta maktab o'quvchilariga g'oya va axloq degan temada doklab bergan. Shu chaqda men noyilik o'rta maktabda ittifoq shujasi edim. Men sabdosh topdim. 1969-yili atiyazdan tortib hozirgacha xo'rlanish, qechish, mökish bilan bo'lib, o'zimni to'liq bechora yetim hisoblab yurgan ekanman. Menimi o'z qalbida hurmatlik nom bilan saqlab yurgan odamlar bor ekan. Mushu kuni bu yerga kelib tunji qitim boshqalarga o'z uyimda choy berdim. Bir paqlan so'yish bu yerda odatga ish. Buning uchun 5 so'm sarf qilsamlar kifoya. Men bu yerga kelib tunji qitim ozoda odam siyoqi kuldim. Shirkay bo'lib naqsha etdim. Әдісі мен Gongshidan yangi vazifa topshirib oldim. Bo'ra noya bo'yicha jonliq o'ginib, jonliq ishlatish aktivi bo'lib baholanibdi. U oblastga, avtonom rayonga ilg'orlar bilan uchrashishga borarmish. U yerda tanlansa, rayonga ilg'orlar bilan uchrashishga borarmish. U yerda tanlansa, butun mamlakat bo'yicha jonliq o'ginib, jonliq ishlatish ilg'orlari yig'iniga qatnasharmish. Buning uchun uning materiali yaxshi yezilmasi bo'lmag'idek. Men uning ish izlari bo'yicha yezilgan hozirgi materialni boshqadan texmo gavlandirib yezib chiqadi ekanman. Men yo'q deyolmadim. Menga bo'rining materiallari bilan o'zindi berildi. Demak, o'zindagi selib material yozilgan gap. Men bu xo'shallik bilan topshirib olgan vazifani yaxshi o'rindash uchun atisidan boshlab bo'ri bilan qaytadan sirdashdim. Bo'ri rost gapni qilganda 4 asarning mavzusidan boshqa birmi o'zindini yodqa bilmaydi ekan. Sababi u qizil tashliq kitoblarni o'qimaydi ekan. Uning ishki oldidagi panarkadan yasalgan uzindi taxtasiga seriq sir bilan bizning ishlarimizga rahbarlik qilguvchi Xishin Kuch, Jungo Gongchandangi bizning ideyamizga yetakchilik qilguvchi nazariy asos marksizm, leninizm degan uzindi yozilgan bo'lsa-mu, bo'ra bu uzundini to'liq yollab olmabdi. Men bu ilg'or shaxsga hayron qoldim. Uningga qaramliq ishchanlikdan boshqa yana na g'oya, na ong, na o'rganish qiziqligi yo'q ekan. U o'z ishlarini so'zlashnimi xohlamaydi ekan. U ta'sira so'zlash yig'ini bo'ldigan o'ringa barsila g'altildab titrab, chiliqlab tarlaydi ekan. Uning kelkun bilan ilishishi, qo'ylarga hujum qilgan bo'riga quruq qo'l bilan tashlanib, bo'rini o'ldirganligi, qor ko'shti opatiga uchrab ko'milib qolgan chorvachilarning uylarini qorni tatlab kirib topganligi, sayning tapiniga g'ulab tushgan baytalni qutqizaman deb to'nglab o'lgili tas qolganligi, Beynamda bug'doy o'g'irlari bilan elishib, xanjar, kaltak bilan qurollangan 3 o'g'rini o'zi yolg'iz tutib bog'lab, qahramonlik ko'rsatganligi, qatorliq xiyim-xatarga qaramay, qo'rqimsizlik bilan qilgan ishlari zodla mubolag'a bo'lmasmi, bu ishlarni men ratlab halqiliq paytlarda xalq manfaati, Tayshan teg'i, Yangsidi, bet yo'llarni o'ylaganligi, munosabatlik uzundilarni takrorlaganligi,
kollektivni, sotsializmni har doim qalbida yodlab turganligi qatorliq davr modisi bo'lgan so'zlar bilan bog'lashtirib yezib o'ziga o'qib berganimda u avval qizardi, ko'kardi, oxiri taqat qilolmay ishning bolsi yolg'onni qo'ydi kelsan u men nada bunda qildim deb terikdi. Lekin Davud Fujurin qo'shimsini turib nima sen noilik inqilobiy komitetni yolg'onchi qilmoqchimi degandan keyin muxirga o'rab jim bo'lib qoldi. Material yaxshi yozilgan. Men o'zimni o'z qalam kuchimga qoyil bo'ldim. Menda tuyuqsizla adabiy asar yozish orzusi paydo bo'ldi. Davud meni maqtag'ili turdi. Azbirayi, men bunchalik materiallar yezilar deb o'ylamagan. Rahmat sizga, ko'p rahmat. Bu material bilan bizning bo'ra butun mamlakatga tonildi. Bizning Gongshiningmi butun mamlakatga shuhrati tarqaldi. Dajaycha palampay etizlarning musani bilan ayollar bilan bolalarni ishqa selib to'plagan o'g'itning soni oz bo'lib qopti. Biri kelib o'lchaydimi, sonni yana 2 barobar oshirayli. Tushandim dedi bo'ra to'mirda ko'kirib. Gongshining nom atiqi uchun lab urdikanman. Shundaqmi Davudim? Shundaq. Haqiqiy qahramonlik ko'rsatilgan vaqtim endi keldi. A'la apandi yozgan bu materialni sana ezib ichirimiz. Bildingmi? Yodlaysan, zir-zavirni qo'ymay yodlaysan. Mang, o'rin ko'rpangni tang, sana endi Gongshidan yotoq bermiz. Bosh tarsang, bu bir siyosiy masala bo'ladi. Üçümüz bir-birimizga qarshi qo'yishdik. Bo'ri bilan shu kuni xo'shlashdim. Uning beshi tushgan, burda salpaygan, chiroyi qayrilgan edi. Men uning ruhini ko'tarish uchun chaqchaq qildim. Bo'ra, itning bolasi deydigan gapingni tashlab, ket. Jumu, avu yodlaydigan materialga qetib olsang, beshingga bola topsan. Oxirgi qetim bir davolay, dedi u o'ynaqlab turgan etig'meni etib. Nadimmi bu mahallaga kelgansan, yo'q yerni ish tepib, itning bolasi. Bo'ra ketgandan keyin men tuyuqsizla xuddi Bayrun aytgandek birli kechida dong qozonib, bu yerning eng hurmatli odami bo'lib qoldim. Ko'chaga chiqsam cho'nglar menga salom beradigan, mahalla yoshlari oqshimi uyimga kelib ching turib olib, mashrablarga elib boradigan. Mening dutorim bilan naqshamni ayollarning deraza panjaralari ostida o'milishib yurib anglaydigan. Oxir mana boshqa yezlardan harva ot ekilib meni bir chini choyga taklif qilishadigan bo'lib olishdi. Men har kuni kunduzi o'qib, yezish, yodlash bilan bo'laman. Әкелген kitap ve qo'lyozmalarim ishlanib bo'ldi. Men to'laroq yozaman, ilmiy maqola, adabiy asarlarni yozaman. Yozgan qo'lyozmalarimni bir kichik yog'och sanduq to'shdi. Lekin oqshomlari ko'pincha yoshlar bilan yerim kechagacha hapalishman. Ular to'liqsiz o'tira, boshlang'ich saviyalik Gongshi a'zolari, yezi muallimlari, tuvanga tushgan va jazolangan kadrlar. Ular adabiyot, soz havaskorlari. Ularning ba'zilari hammaga qiziqadigan qizg'in yoshlar, yana ba'zilari parang xumarlari. Ular burun anglab baxmagan ajoyib gaplarni tarqitayotgan muni o'ruq, salmoq, kulkisi kam odamning ovozini anglab, og'ziga qarab o'tirish uchun bu yerga kelishgan. Ular oydin bahor kechalari g'arang-g'urung ovozlari bilan meni do'rab naqsh to'g'lab uylariga qaytishidi. Mana Qaşa arkasida o'ltirib tamaka tutashtirgan, paranglashayotgan ikki yigitning gapini anglab qoldim. Qaltiskana, pah, ajoyib, bo'ytaq ekan, dadang'ida hadangni chetib qo'ysin. Unisila jondab beratdiq, lekin bu takshi odam emas, chunki hukumat cho'ng yerga akitadi uni. Men yo'tilib qo'ydim. Ular qochdi. Ularning oddiy suhbati menga bir kecha uyqu bermadi. Men uning hadisining nomi bilan Güzelayni cho'ng yer degan so'z bilan kelgusi to'g'risidagi planlarimni kecha o'ylashga majbur bo'ldim. Güzelay to'g'risidagi xiyoldan o'zimni qochirish uchun ko'pincha kechalari o'ngda yetib o'qigan kitoblarimdagi ajoyib ilmiy tadqiqot o'rinlari, ularning ish sharoiti, kitobxona zollaridagi jiddiy, taqirbosh, ko'zoynak, paxmovash, har xil belgilari bilan kishi esida qolgan olimlar, aspirant studentlar to'g'risida o'ylayman. Shularni o'ylasamla ichimdan o'rdanman, azob bilan to'lg'inman. Men til, tarix,
edebiyat, felsefe ve başka bilimlerini 15 yıldan beri sistemini xatırı ezip, kartı kaldırıp, ilmi makale yeziş yolu bilen özleştirip, yadlap, tekrarlap, kelgüsüde bolduğun zor ilmi emgeke özümni tayarladım. Bu yaxşı niyetim üçün zərbi yeb, ölüm cezasından təsdə qutuldum. Bularning hammasiga mayli deyman, lekin hozirmi menga ilmiy ish uchun imkon yo'q. Gezish jurnal, radiolardan ilmiy emgak to'g'risida biror yaxshi xabar chiqarmikin deb shuncha izlanaman, lekin hech qanday yaxshi xabar topolmayman. Men qachongacha o'qiyman, qachongacha yodlayman. Mening qirinchoqlarim mana mushundaq tayyorlanish, kutish bilan o'tib ketamdi. Men untiqoq, mag'dursiz bir buvayga aylanganda qanchalik ish qila olayman. Durust, men ichimga potmayapman. Orzu havaslarimni besish, kelgusiga asos qilish uchun har xil temalarda 50-60 parchalik ilmiy o'chirib yozdim. Ularning birlari dаңlıq adiblarni tonishtirishga qartilgan. Masalan, fransuz yozuvchisi Sartrening Flaubert degan asari, Stendhalning Rasni ve Shakespeare degan asari, ulug' dahi Leylaning Gritsinni xatirlash, Lev Tolstoy to'g'risida degan asarlari qatorliqlarga tahlil qilingan asarlardan Yusuf Xasajev va Qutat Qubilik, Molla Bilal bin Molla Yusuf Nozimi va uning G'azot dar Mulkichin nomli asari degandek narsalar yana bir qismlari asarlarni tonishtirishga qartilgan. Masalan, Zafarnoma dostondagi tarixiy chilliq to'g'risida, Mansur al-Hoji Rasululloh sepi o'zidan sopizm vakilimi degandeklar. Yana bir qismlari chet el yozuvchilari ustida yozgan xotirlarim, zo'r tarixiy voqealarga oid tadqiqot materiallari, katalogi ustidagi izohatlarim, yana ba'zilari adabiyot nazariyasiga doir ko'z qarashlarim qatorliqlar. Bu narsalar chala, oldirab yozilgan narsalar bo'lsa-mu, ularning ma'lum darajada ilmiy qiymati bor. Bu narsalarimni xalqqa taqdim qilishni, Uyg'ur til adabiyoti, tarix va etnografiyasi ustidagi yoritishga tegishli bo'lgan zarur temalarda o'z qarashlarimni do'stlar bilan o'rtoqlashishni to'liq orzu qilardim. Men qachongacha yezib tashlab qo'yish bilanla cheklanaman. Xiyollar meni azoblaydi, orzu, umid meni vasvasiga soldi. Lekin men atrofimdagi odamlarning kundalik hayotini o'ylayman-da, o'z-o'zimga tasalli beraman. Uch vaqtliqiga sapla zag'riyab, jul-jul kiyim bilan yurayotgan dehqonlarning orzusi yo'qmi? Ular mayliq tamoq, issiq kiyim, pokiz ozoda uylarni orzu qilmamdi. Uyqum qochdi. Jimjit kechini to'liq yaxshi ko'raman. Uyimning kaynidagi dün hozir duhavidek chiman bilan qoplangan. Illiq bahar shamili tog'ning divirqay purqi bilan gullar hidi aralashgan g'o'l ishparlarni burnimga urdi. Sen rohatlansan, qaraqat bildirganlardan lampi bo'lib qoladigan shabnamlari suzuk say topallari bilan hasal harlari g'ung'ildab turgan buk chatqallar orasida to'lg'inib o'ynaqshib oqadigan tog' sularga rahmat aytqin. Ularning qo'ynida eg'inig'in keladi. Men to'qilma yoqliq paxtliq chopinimni pinchaqlab, do'ngdagi yumram mayslar ustida yonboshladim. Ko'zlarim ixtiyorsiz vil-vil o't chekitlari. Bu albatta cho'ng o'ran, qoni taldi g'oli ko'rinib turgan o'shkalang teg'iga qaradim. Ashu Bayto'qayning jimjit yezisida mening dil aramim mo'misining bo'yniga qo'lini silib uxlayotgandi. U bu yil 8 yoshga kirdi. U mening pushtimdan bo'lmog'ini bilan hayotimdagi bir xo'shalliqim. Bechara kichik opam qandoq turayotgandi. Atla mansam, endi odam tonimagan ekan bolamning yeniga borsam, o'g'lim Alini izlab topsam, bir jup bolam bilan qolgan. Hayotimni ko'ngillik o'tkazgili, o'zim qilolmagan ishlarni bolalarimga topshirg'ili bo'ladi-ku. Lekin bo'ra kelmay turib, bu yerni ketgili bo'lmaydi. U menga ishonchli xabar akilish kerak. U G'ulji shahriga kirib, Orif bilan ko'rishishga va'da bergan. U Orifni ilib chiqishimi mumkin. Didorlashishga oz qoldi. Balki mening orzularim ishqa oshadigan kunlarmi yiroqda emasdi. O'ylamning oldida yalt-yult qilib qo'l chirg'i yondi. Men bo'ri kelgan o'xshaydi deb nerqi chig'ir yo'l bilan oldirab menib cho'ng yo'lga tushdim. Kim? Men. Ayol kishining titrangan ovozi anglandi. Siz, men cho'chib to'xtadim. Bir ish bo'ldimi?
Dehqonlar doim mendan hojat uchun bir necha so'm pul o'tni so'rab ketisi keladi. Men darhol ayolni ketkizib etish uchun yanchiqimni qo'lladim. Men Zeynep, dedi ayol past ovozda g'alg'idab titrab turib. O'zimchila nima qilyotadikin deb. Xafa bo'lmang Zeynep singlim, ishingiz bo'lsa kunduzi keling. Kunduzi u menga yaqinlashdi. Men dajidim. Siz menga o'xshash ayol kishi bo'lgan bo'lsangiz, menga o'xshash tul cho'kan bo'lgan bo'lsangiz, kunduzi yigitlarnikiga hojat bilan kelardingizmi? Osmondagi texi to'lmagan oy oq bulutlar orasidan asta sho'ng'ib chiqdi. Men sizni tushunolmadim, singlim. Uyingizga boshlang, dedi u enkidan tengib olgan garis yog'liqining chujusini barmoqlari bilan titrab turib. Menga singayin qarab, uning yog'liqdan dup-dumaloq buluq chiqib turgan mangzi, o't chaqnab turgan ko'zlari bilan g'uva oy nurida qaramtul yupqi parda ichiga yo'shiringandek ko'ringan chiroyi qiyg'ash qishi menga birdilla tinish don romandagi sho'x cho'kan akasiyaning cho'p chapqili chiqqan yerda Grigori bilan tunji qitim uchrashgan vaqtidagi tasvirni eslatdi. Lekin men Grigorining rolini eplashtirolmadim. Keting singlim, tez keting, rost gap kishining. Men sizning kutgan yeringizdan chiqolmayman. Bilamsiz, men bu xil ishlardan allaqachon qo'l uzganman. Siz emasmi? Ayolning qo'pol masxara ta'na aralash ovoz anglandi. Shundaqroq, mening ko'nglim o'lgan. Men ayollar bilan paranglashishni xohlamayman. Faqat yashashni xohlayman. Tezroq keting. Men shundaq dedim-da, o'ylamga tez kirib, qo'sh qanotli qo'ni ishkimga kiltan soldim. Birdamdan keyin Zeynepning yolg'onchi, qo'rqinchoq degani va shipirlab mang'ini anglandi. Inson o'zi uchun yashamdi. Bir-biriga beqinib, bir-birini yaxshi ko'rib, yomon ko'rib, xorlab, tillab, qog'ab, hatto qaslab yashaydi. Dunyoda o'ziga talpinmaydiganmi yurak bormidi? Ah Zeynep, meni kechiring. Sizga qo'pollik qilmaslikqa, yolg'on aytmaslikqa, sizdan qo'rqmaslikqa ilojim yo'q.